Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, hayotda har bir oilaga bir kun kelib aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Dafn etish uchun beriladigan yordam puli. Ya'ni pensiya jamg'armasi orqali to'lanadigan dafn nafaqasi miqdori oshgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni bilmaslik ko'p oilalarga zarar qiladi. Chunki yaqin insonidan ayrilgan odamning bo'shi qotadi. Hujjat ortidan yugurishga holi bo'lmaydi. Natijada ayrimlar o'zlariga tegishli bo'lgan pulni umuman ololmay qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki men sizlarga kim oladi, qancha oladi, qayerga murojaat qiladi, qanday hujjat kerak, qaysi holatlarda etilishi mumkin, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Avvalo eng asosiy narsani tushunib olaylik. Dafn etish nafaqasi bu marhumning oila a'zolariga yoki uni dafn qilgan shaxsga davlat tomonidan beriladigan bir martalik yordam pulidir. Bu pul oylik pensiya emas, doimiy nafaqa emas, har oy beriladigan yordam ham emas. Bu aynan vafot etgan insonni dafn qilish bilan bog'liq xarajatlarni qisman qoplash uchun bir marta to'lanadigan mablag'. Ilgari ham bunday yordam bor edi. Lekin ko'pchilik bu yordam haqida bilmasdi yoki uni faqat pensioner vafot etsa beriladi deb o'ylardi. Aslida masala biroz kengroq. Dafn nafaqasi ayrim toifadagi fuqarolar vafot etganda ularni dafn qilgan shaxsga beriladi. Eng ko'p uchraydigan holat, pensioner vafot etdi. Uning farzandi yoki turmush o'rtog'i dafn marosimini o'tkazdi. Shundan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, dafn etish nafaqasini oladi. Hozirgi o'zgarishning mohiyati shundakida, yordam puli miqdori bazaviy hisoblash miqdori oshgani sababli ko'tarildi. Ya'ni bu nafaqa ko'pincha bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'ladi. Bazaviy hisoblash miqdori oshsa, unga bog'langan to'lovlar ham oshadi. Dafn etish nafaqasi ham shular jumlasiga kiradi. Masalan, agar dafn nafaqasi 4 barobar bazaviy hisoblash miqdori asosida hisoblanadigan bo'lsa, bazaviy miqdor 275 ming so'm bo'lganda yordam puli 20 million 500 ming so'mni tashkil qiladi. Agar bazaviy miqdor 412 ming so'm bo'lsa, 4 barobar 20 million 340 ming so'm bo'ladi. Demak, aniq summa murojaat qilinayotgan sanadagi amaldagi bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq. Men bu yerda bitta muhim narsani alohida aytaman. Odamlar ko'pincha falon odam 20 million 500 ming oldi, men ham shuncha olamanmi deb so'raydi. Javob har doim ham aynan shuncha bo'lishi shart emas. Chunki miqdor qonunchilikdagi amaldagi normaga, bazaviy hisoblash miqdoriga va marhumning maqomiga qarab aniqlanadi. Shuning uchun hujjat topshirayotgan paytda pensiya jamg'armasidan aniq summani so'rab olish kerak. Asosiy qism 1 kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak. Kimga tegishli? Endi eng muhim savol, bu pul kimga beriladi? Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Marhumning nomiga pul tushadimi? Yo'q. Marhum vafot etganidan keyin pul uni dafn qilgan shaxsga beriladi. Bu farzandi bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin, ota-onasi bo'lishi mumkin, aka-ukasi yoki opa-singlisi bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda qarindosh bo'lmagan, lekin dafn xarajatini qilgan shaxs ham murojaat qilishi mumkin. Asosiy savol shuki, dafn ishlarini kim amalga oshirgan va bu holatni tasdiqlay oladimi? Birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashagan yetim 2 yoshli otaxon yoshga doir pensiya olib kelgan. U kishi vafot etdi. Dafn marosimini o'g'li o'tkazdi. O'g'il otasining o'lim haqidagi guvohnomasini oldi, o'zining pasporti yoki ID kartasini oldi, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qildi. Agar barcha ma'lumotlar tizimda to'g'ri bo'lsa, unga dafn etish nafaqasi to'lanadi. Bu yerda eng muhim shart, otaxon pensioner bo'lgan va uning vafoti rasmiy qayd etilgan. Ikkinchi misol, ayol kishi nogironlik pensiyasi olib yurgan. U vafot etdi. Uni dafn qilish xarajatlarini qizi ko'tardi. Qizi boshqa viloyatda yashaydi. Onasi esa boshqa tumanda ro'yxatda bo'lgan. Bu holatda qiz men boshqa tumandaman, pul ola olmayman deb o'ylamaslik kerak. Odatda murojaat marhum pensiya olgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limi orqali ko'rib chiqiladi yoki elektron tizimlar orqali ma'lumot tekshiriladi. Lekin amaliyotda hujjatlar tartibi hududga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun qiz eng avvalo onasi pensiya olgan tuman pensiya jamg'armasiga bog'lanishi kerak bo'lsa ariza yozishi kerak. Uchinchi misol, marhum pensioner emas, lekin ishchi bo'lgan. Bunday holatda yordam puli qayerdan berilishi masalasi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar odam rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim to'lovlar ish beruvchi, sug'urta yoki boshqa tartiblar orqali amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, marhumning maqomini aniqlang. U pensionermi, rasmiy ishlaganmi, ishsiz bo'lganmi, ijtimoiy nafaqa olganmi, harbiy pensionermi, nogironlik pensiyasi olganmi?
Mana shu savollarga javob topilsa, qaysi tashkilotga murojaat qilish kerakligi ham aniqlashadi. 4-misol, kampir nafaqa olgan, lekin bank kartasidan farzandlari foydalanib kelgan. Vafotdan keyin ham kartada pensiya pulining qoldig'i bor. Bu alohida masala. Dafn etish nafaqasi boshqa, marhumning hisobida qolgan pensiya pullari boshqa. Dafn nafaqasi bir martalik yordam sifatida beriladi. Kartada qolgan pul esa meros, pensiya to'lovi yoki ortiqcha to'lov masalalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Buni aralashtirib yubormaslik kerak. Agar marhum vafot etgandan keyin ham uning kartasiga pensiya tushib qolsa, bu pulni darhol ishlatib yuborish muammo keltirib chiqarishi mumkin. Chunki vafot sanasidan keyingi ortiqcha to'lov qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli bor. 5-misol, bir oilada ota vafot etadi. Dafn xarajatlarini katta o'g'il qiladi. Lekin keyin kichik o'g'il pensiya jamg'armasiga borib yordam pulini olmoqchi bo'ladi. Bu yerda oilaviy kelishmovchilik chiqishi mumkin. Jamg'arma odatda hujjat bilan murojaat qilgan va dafnni amalga oshirgan shaxsga to'laydi. Shuning uchun oilada oldindan kelishib olish kerak. Kim murojaat qiladi, kimning bank kartasiga pul tushadi, keyin qanday taqsimlanadi. Davlat idorasi oilaning ichki nizosini hal qilib bermaydi. U hujjat va qonun asosida qaror qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiya yoki nafaqa oluvchi keksa insoni bor oilalar buni bilib qo'yishi kerak. Ikkinchidan, boshqa viloyatda yashaydigan farzandlar ota-onasining hujjatlari qayerda? Pensiya qaysi bank kartasiga tushadi? Yashash manzili qayerda ro'yxatda, bularni oldindan bilib qo'yish kerak. Uchinchidan, hujjatsiz nikohi rasmiylashtirilmagan merosxo'rlik masalasi chalkash oilalar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bunday holatlarda dafn nafaqasini olishda ham savollar tug'iladi. Kim xavotir olmasligi mumkin agar marhum pensioner bo'lgan? O'lim guvohnomasi olingan, dafnni qilgan shaxsning hujjatlari joyida, bank kartasi bor. Ariza o'z vaqtida berilgan bo'lsa, odatda jarayon unchalik murakkab emas. Lekin baribir hujjatlarda ism, familiya xatosi, tug'ilgan sana farqi, pasport ma'lumotlari mos kelmasligi kabi mayda ko'rinadigan muammolar to'lovni kechiktirishi mumkin. Endi men eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, dafn nafaqasi avtomatik tarzda hammaga tushavermaydi. Ba'zi odamlar davlat o'zi biladi, o'lim qayd etildi, pul o'zi tushadi deb kutib yuradi. Bu noto'g'ri. Odatda murojaat qilish, ariza berish, shaxsni tasdiqlash va ma'lumotlarni tekshirtirish kerak bo'ladi. Agar murojaat qilinmasa, pul haqida hech kim eslatmasligi ham mumkin. Ikkinchi nozik jihat, muddat masalasi. Qonunchilik va amaliy tartiblarda dafn nafaqasini so'rash uchun ma'lum muddatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hech qachon keyin boraman, vaqtim bo'lganda qilaman demaslikni maslahat beraman. O'lim guvohnomasini olganingizdan keyin imkon qadar tezroq pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 1 oy, 2 oy kutib yurmang. Ayniqsa hujjatlarda xato bo'lsa, uni tuzatishga ham vaqt ketadi. 3-nozik jihat, o'lim guvohnomasidagi ma'lumotlar. Marhumning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, vafot sanasi noto'g'ri yozilsa, keyin pensiya jamg'armasida ma'lumotlar mos kelmay qolishi mumkin. Masalan, pensiya hujjatlarida Abdullayev deb yozilgan, o'lim guvohnomasida Abdullayev yoki Abdullayev A shaklida xato ketgan bo'lsa, tizimda muammo chiqadi. Shu sababli IPADE organidan hujjat olayotganda har bir harfni tekshiring. 4-nozik jihat, bank kartasi. Hozir ko'p to'lovlar bank orqali amalga oshiriladi. Dafn nafaqasini olish uchun murojaat qilgan shaxsning o'z nomida bank kartasi bo'lishi talab qilinishi mumkin. Birovning kartasini berish to'g'ri emas. Masalan, kelin qaynotasini dafn qildi, lekin pul erining kartasiga tushishini xohlaydi. Agar ariza kelin nomidan bo'lsa, to'lov ham kelinning bank rekvizitlariga rasmiylashtirilishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza beruvchi bilan karta egasi bir shaxs bo'lishi maqsadga muvofiq. 5-nozik jihat. Marning oxirgi pensiya oyi. Agar pensioner oyning boshida vafot etgan bo'lsa yoki pensiya allaqachon tushgan bo'lsa, ba'zi oilalar bu pul bizniki deb o'ylaydi. Bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Pensiya qaysi davr uchun to'langan? Vafot sanasi qachon? Ortiqcha to'lov bormi? Buni pensiya jamg'armasi aniqlaydi. Ortiqcha to'langan pul keyin talab qilinsa, oila yana tashvishga tushib qoladi. Shuning uchun kartadagi pulni ishlatishdan oldin maslahat oling. 6-nozik jihat. Marhum chet elda vafot etgan bo'lsa, bu juda murakkabroq holat. Agar pensioner chet elda vafot etsa, o'lim haqidagi hujjatlar boshqa davlat tomonidan beriladi. Bu hujjatlar O'zbekistonda tan olinishi, tarjima qilinishi
konsullik tasdig'i yoki tegishli tartibdan o'tishi kerak bo'lishi mumkin. Shundan keyingina pensiya jamg'armasi masalani ko'rib chiqadi. Bunday holatda oddiy o'lim guvohnomasi yetarli bo'lmasligi mumkin. 7-nozik jihat qarindosh bo'lmagan shaxs dafn qilgan bo'lsa, masalan, yolg'iz yashagan pensionerni qo'shnisi dafn qildi. Farzandlari yo'q yoki kelmadi. Qo'shni yordam pulini ola oladimi? Nazariy jihatdan dafnni amalga oshirgan shaxs murojaat qilishi mumkin. Lekin u dafn xarajatlarini qilganini tasdiqlovchi holatlar so'ralishi ehtimoli bor. Bu yerda mahalla ma'lumotnomasi, dafn marosimini tashkil etishda qatnashganlikni tasdiqlovchi hujjatlar yordam beradi. Shuning uchun yolg'iz keksalar masalasida mahalla bilan hamkorlik qilish juda muhim. 8-nozik jihat. Harbiy pensionerlar yoki alohida tizimdan pensiya oluvchilar. Hamma pensioner ham bir xil idora orqali pensiya olmaydi. Ayrimlar mudofaa, ichki ishlar, xavfsizlik yoki boshqa tizimlar orqali pensiya olgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda dafn nafaqasi bo'yicha murojaat tartibi odatdagi pensiya jamg'armasi tartibidan farq qilishi mumkin. Shuning uchun marhum qaysi idoradan pensiya olganini aniqlash birinchi qadam bo'ladi. 9-nozik jihat. Yordam puli oshdi degan gapni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Oshish ham uchun alohida mukofot degani emas. Bu odatda hisoblash bazasi oshgani sababli to'lov miqdori ko'payishini anglatadi. Ya'ni kecha hujjat topshirgan odam eski miqdorda olgan bo'lishi, bugun hujjat topshirgan odam yangi miqdorda olishi mumkin. Ba'zi holatlarda hisobot sanasiga qarab, ba'zi holatlarda murojaat yoki tayinlash sanasiga qarab ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun aniq javobni faqat hujjatingiz asosida berishadi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, vafot holatini rasmiy qayd ettiring. Buning uchun tibbiy ma'lumotnoma asosida FHDYO organidan o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. O'lim guvohnomasi bo'lmasa, keyingi jarayon yurmaydi. Hujjatni olayotganda marhumning ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi va vafot sanasini sinchiklab tekshiring. Ikkinchi qadam, marhumning pensiya maqomini aniqlang. U yoshga doir pensiya olganmi? Nogironlik pensiyasi olganmi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olganmi? Ijtimoiy nafaqa olganmi yoki boshqa tizimdan pensiya olganmi? Agar bank kartasida pensiya tushumlari bo'lsa, SMS xabarnoma yoki bank ilovasidan qaysi to'lov kelganini ko'rish mumkin. Lekin eng ishonchli yo'l pensiya jamg'armasi bo'limidan ma'lumot olish. 3-qadam, ariza beruvchi shaxsni belgilang. Dafn xarajatlarini kim qilgan bo'lsa, o'sha odam murojaat qilgani ma'qul. Oilada kelishib oling. Bir nechta farzand bir vaqtda alohida murojaat qilsa, nizo chiqishi mumkin. Pulni kim oladi degan savolni oldindan hal qiling. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'limi haqidagi guvohnomasi, ariza beruvchining bank kartasi rekvizitlari, marhumning pensiya ma'lumotlari. Kerak bo'lsa, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar familiyalar farq qilsa, masalan, qiz turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi yoki nikoh guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Marhum pensiya olgan hududdagi bo'limga borish eng to'g'ri yo'l. Agar boshqa joyda yashasangiz, avval telefon orqali bog'laning yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali imkoniyatlarni tekshiring. Ayrim xizmatlar elektron shaklda yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda ko'p holatda hujjatlar bilan shaxsan murojaat qilish tezroq natija beradi. 6-qadam, arizada nima yoziladi? Arizada odatda falonchi fuqaro vafot etgani munosabati bilan dafn etish nafaqasini tayinlab berishingizni so'rayman mazmunida yoziladi. Unda marhumning FIsh, tug'ilgan sanasi, vafot sanasi, ariza beruvchining FIsh, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, bank rekvizitlari ko'rsatiladi. Agar xodim tayyor blank bersa, uni to'ldirasiz. Eng muhimi, telefon raqamingizni to'g'ri yozing, chunki kamchilik bo'lsa siz bilan bog'lanishadi. 7-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki bo'ldi, ketavering degan gap bilan cheklanib qolmang. Hujjat ro'yxatdan o'tganmi? Qachon tushadi? Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilib holatini bilish mumkin? Bularni so'rang. Davlat idoralarida ham odam omili bor. Hujjat yo'qolishi yoki kechikishi mumkin. Siz o'zingizning arizangiz taqdirini kuzatib boring. 8-qadam. Rad javobi berilsa, sababini yozma ravishda so'rang. Ba'zan xodim sizga to'lanmaydi deyishi mumkin.
Lekin nima uchun to'lanmaydi? Marhum bu toifaga kirmaydimi? Hujjat yetishmayaptimi? Muddat o'tganmi? Ma'lumot mos kelmayaptimi? Buni aniq bilmasangiz muammoni hal qila olmaysiz. Yozma javob bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki huquqiy maslahatga murojaat qilish osonlashadi. 9-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar. Hujjatlari chalkash oilalar, farzandlari boshqa joyda bo'lgan keksalar bo'yicha mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ma'lumotnoma, tasdiq yoki ko'mak kerak bo'lishi mumkin. Mahalla ko'p holatda daf marosimi kim tomonidan o'tkazilganini biladi va bu masalada yordam bera oladi. 10-qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Men ekspert sifatida sizga yo'l yo'riq ko'rsatyapman. Lekin har bir davrda bazaviy hisoblash miqdori o'zgarishi, to'lov miqdori yangilanishi, tartibga qo'shimcha kiritilishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalari, mahalliy bo'limlar, yagona portal yoki ishonch telefonlari orqali oxirgi ma'lumotni tekshiring. Ayniqsa eshitdim, qo'shnim aytdi, Telegramda yozishdi degan gaplarga tayanib qolmang. Men sizlarga yana bir hayotiy holatni aytaman. Bir oila onasini dafn qiladi, lekin 3 oy davomida dafn nafaqasi haqida bilmaydi. Keyin qo'shnisi aytib qoladi. Ular hujjatlarni yig'ishadi, lekin o'lim guvohnomasida onasining tug'ilgan yili pensiya hujjatlaridagi yildan farq qiladi. Natijada avval FADYO orqali tuzatish, keyin pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qilishga to'g'ri keladi. Agar ular birinchi haftadayoq borishganida xatoni erta bilib vaqt yo'qotmagan bo'lardi. Yana bir misol, ota vafot etadi. Pensiya kartasida pul qoladi. Farzandlar daf xarajatlari ko'p bo'lgani uchun kartadagi barcha pulni yechib olishadi. Keyin pensiya jamg'armasi vafot sanasidan keyingi ortiqcha to'lov borligini aytadi va qaytarishni so'raydi. Oilada biz daf qildik-ku degan norozilik paydo bo'ladi. Lekin daf nafaqasi alohida, ortiqcha pensiya to'lovi alohida. Shuning uchun men yana takrorlayman, marhumning kartasidagi pulga tegishdan oldin holatni aniqlang. Demak, azizlar, dafn etish nafaqasi oshgani juda muhim yangilik. Bu pul yaqinidan ayrilgan oilaning barcha xarajatini qoplab bermasligi mumkin, lekin baribir og'ir kunda sezilarli yordam bo'ladi. Eng muhimi, bu yordamni olish uchun kutib o'tirmaslik kerak. O'lim guvohnomasini oling, marhumning pensiya maqomini aniqlang, ariza beruvchi shaxsni belgilang, hujjatlarni tayyorlang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchi yaqinlaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni hozirdan bilib qo'ying. Hujjatlar qayerda? Bank kartasi kimda? Pensiya qaysi idora orqali keladi? Bularni tartibga solib qo'yish keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Sizdan iltimos, izohlarda yozing. Sizning hududingizda dafn etish nafaqasini olish tartibi qanday kechyapti? Qancha muddatda to'lab berishdi? Qanday hujjat so'rashdi? Bu boshqalarga ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumot og'ir kunda har bir oilaga kerak bo'lib qolishi mumkin.